Yunusobod tumani 17-kvartalda Novostroyka Novdardan bir xona studiya variantimizda chiqyapti. Bir xona 5-etaj uyimiz 33 kvadrat. Bu yog'imizda podyezddan asosiy kirish eshigimiz bo'lyapti. Mana bu yog'imizda eshigimizdan oynalarni qilib qo'yishgan ekan. Bu yoqda o'zining stoy mebellari bor. To'g'rimizda tualet vannasi совмещенный qilib bitta qo'yishgan. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Uyimizda Yevremont ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqda ham stoy mebellari bor. Bu yoqda kirmoshlarni ham qo'yib ketishgan ekan egalari. Bu yoqda холодильниклari ham bor mana. Kuxonniy zonamiz bo'lyapti. Bir xona studiya variant. 33 kvadrat. Bu yog'imizda spalniyamiz bo'lyapti mana, ko'rsangiz bo'ladi. Balkoni ham bor. Mana balkoni ham ko'rsangiz bo'ladi. Uyimizdan narxi kelamiz. Narxini 56.300 deb so'rashyapti. Sunnatiga ozgina tushib berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga ссылка orqali o'tsangiz bo'ladi. Ссылка profilimizda bor.